Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Mana bugun biz Xiva xonligidagi Qo'ng'irotlar sulolasining hukmronligi davomida o'zining adabligi, allomaligi va shu bilan bir qatorda o'zining ilm ma'rifatini ziyo qilib sochgan, Xivada tavallud topgan o'zbek shoiri, xattot, musiqashunos, tarjimon, davlat arbobi Komil Xorazmiy taxallusi bilan ijod qilgan Pahlavon Muhammad Niyoz Abdulla Oxund o'g'li haqida fikr yuritamiz. Siz bilan bu mavzuni ochar ekanmiz. Avvalo, Komil Xorazmiy kim edi? Komil Xorazmiyni agar sizga yaqin tarixdan tanishtiradigan bo'lsak, bizga tanish tarixdan ma'lum bo'lgan Muhammad Rahimxon II va Kaufman o'rtasidagi tuzilgan Gandimyon shartnomasi imzolangan va tuzilgan va imzolangan sulh shartnomasi, Gandimyon shartnomasini yozgan xattot inson hisoblanadi. Bu olim Muhammad Rahimxon saroyida, undan oldin Said Muhammadxon davrida ham o'zining faoliyatini yuritgan. Uning jahon madaniyatidagi Xorazmdagi ilk targ'ibotchilardan biri desak bo'ladi. Ogahiy uning nomini o'zining Gulshani davlat kitobiga kiritgan. Bundan tashqari Gandimyon shartnomasi 1873-yilda Komil Xorazmiy qo'li bilan yozilgan. Komil Xorazmiyni faoliyati haqida gapiradigan bo'lsak, u inson ta'limni Xiva madrasasida oldi. Xiva madrasasida ta'lim olib, arab, fors tillarini mukammal bildi. Sharq adabiyoti namoyandalaridan ijod, mumtoz musiqani, xattotlik sirlarini qunt bilan o'rgandi. Komil Xorazmiy sharq mumtoz musiqa, xususan maqomchilik an'analarini rivojlantirishda homiylik qilgan. O'zbek kuylarini tanbur chizig'i deb ataluvchi nota tizimini joriy etdi va rost maqomining bosh qismini yozdi. Uning o'g'li Mirzo Muhammad Rasul bu rost notalarini oxirigacha tugalladi va shosh maqom asariga yakun yasadi. Rost maqomida bo'lgan Murabbai Komil Peshvara Firuz asarlarini yaratdi. Bu yaratgan asarlar hozirgacha biz hozirgacha iliq kutib olamiz va uni hamon tinglaymiz. Komil Xorazmiyning asli ismi, safarlari va asarlari haqida gapiradigan bo'lsak, Komil Xorazmiy Moskva, Peterburg shaharlariga 2 marta safar qilgan. 1873-1883-yillarda qilgan safarlarida u o'sha vaqtda juda ko'p asarlar yozgan. Albatta inson sayohat qilgandan keyin asar yozishga majbur bo'ladi, chunki sayohatdagi olgan nima deydi taassurotlarini yozishga harakat qiladi. Bundan tashqari 1891-96-97-yillarda Toshkentga keladi va buning u shaharning madaniy yangiliklari bilan tanishadi va Dar bayoni ta'rif va tavsif Toshkent, ya'ni Toshkent ta'rifi, tavsifi, bayoni degan asarni yozadi. Bundan tashqari uning she'riy asarlari va dastlabki aks ettirgan she'riy asarlari ham bosmadan chiqadi. Komil Xorazmiy sharq mumtoz shoirlari an'analar ruhida lirik she'rlar yozadi, devon tuzadi. 8000 misradan ortiq she'r yozadi. O'zining bosmaxonasida Alisher Navoiyning Xamsa asarini birinchi Xorazm tosh bosma nashrida so'z boshi yozib bosmadan chiqaradi. Asli ismi nima degan bir savol beradigan bo'lsak, biz hozirgi kunda bu insonni o'rganar ekanmiz. Komil Xorazmiyning asli ismi Pahlavon Niyoz bo'lib, Komil uning adabiy taxallusidir. Komil degan taxallusni olganiga sabab inson albatta hayotida vatanparvar va dunyoqarashi keng, o'ziga xos mukammal inson bo'lish uchun o'ziga komil degan taxallusni oladi. Har bir inson albatta komil bo'lishi kerak. Alisher Navoiyning komil insoni bu Farhod, to'g'rimi? Juda ham yaxshi. Ogahiy Gulshani davlat kitobida naf, rasfikr va toza tab, shuarodin fazl va hunar ahli orasida mumtoz Pahlavon Niyoz kim fozillar guruhi ichra taxallusi komildir deb ataydi. Fozil deganda nimani tushunasiz aziz o'quvchilar? Fozil kishi qanday bo'ladi? Olim kishi hisoblanadi. Yaxshi. Pahlavon Niyoz taxallusi komil musiqiy manbalarda ism sharifi sho'rolar davrida o'zgartirib aytiladi va Matniyoz deb atala boshlanadi. Muhammad Niyoz Devonbegi shaxsiga nisbatan berilib, nega o'zgartirib ko'rsatilgan ekan degan savol tug'ilishi mumkin. Komil Xorazmiy devoni birinchi sahifasidan o'zbek adabiyoti tarixida demokratik
tendensiyalar asosida ijod qilib chuqur iz qoldirgan ajoyib so'z san'atkorlaridan biri hisoblanadi. Niyoz Muhammad Komil Pahlavon uning laqabi, Komil esa uning adabiy taxallusi hisoblanadi. Zamondoshlari uning ismini Muhammad Niyoz shaklida ham qo'llab uni ixchamlashtirib Matniyoz deb atashgan. Ayrim manbalarda shunday deyiladi. Nima uchun Matniyoz? Ko'plab ruslar shurolar davrida bu insonni ismini ixchamlashtirish. Bilasiz, ruslar ismni ixchamlashtirib aytadi. Biz o'zbeklarda esa hech qachon ism ixchamlashtirib aytilmaydi. Sababi islomiy qoidalarga ko'ra ism hech qachon ixchamlashtirib aytilmagan. Har doim ism to'laqonli qanday ota-onasi tomonidan qo'yilgan bo'lsa, shunday aytilishi kerak deyiladi. Shuning uchun ham ehtimol Matniyoz so'zini shurolar aytgan deb ham aytgan bo'lishi mumkin. Shurolar bu aytib o'tganimizdek, boya Chor Rossiyasining xalqi, ruslar deb aytishimiz mumkin. Bilasizmi, juda ham chiroyli bir Latoif uz Zaroif degan asari bor, Komil Xorazmiyni. Bunda ota va o'g'il degan bir hikoyasi bor ekan. Bu hikoya turkiy tilda, ya'ni Xorazm shivasida yozilgan bo'lib, men sizga buni to'laqonli o'qib beraman. Bir ota o'z o'g'lini bir hokim qoshig'a keltirdi-kim, tayoq urg'aylar. Avval otasini yotqizib 100 tayoq urdilar, u hech so'zlamadi. Andin so'ng o'g'lini yotqizib bir tayoq urib edilar-kim, ota dod faryod qila boshladi. Hakim dedi: "Sen 100 tayoq yeding, hech bir daming chiqmadi. O'g'lingga bir tayoq urganda nechun nola qilursan? O'l" dedi. "O'l tayoq kim tanimga tegdi, tamammul qildim. Endi jigarimga tekkan erdi, chiday olmadim" dedi. Tushundingizmi? Hokim oldiga ota va o'g'il keladi va yuzlari uriladi. Otaga yuzlari urilganda to'qmoq hech qanday unga yomon ta'sir qilmaydi, lekin o'g'ilga bir darra urilishi bilan uning faryodi nima qilyapti? Ayon bo'layapti. Va shunda savol berib so'raganlarida ota nima deb javob berdi? "Sen mening tanamga urding, men indamadim, lekin jigarimga urding, faryod qildim." Shundan bilishingiz mumkin, aziz bolajonlar, ota-ona siz uchun hattoki juda ham joni og'riydi. Sizga tegilgan bitta bir tayoq yoki sizga tegilgan bitta gap yoki so'z ko'tarib bo'lmaydigan bir nima deydi, yomon bir so'z ota-onaga juda og'ir botadi. Shuni ham bilishingiz mumkin. Bu ham bo'lsa o'sha aytganimizdek Latoif uz Zaroifdan olingan ko'r kishi. Bir kambag'al olim kishi faqir bo'lgani uchun bir baxil boyning eshigiga boradir. "Kim? Men sizdan sadaqa so'ramoqchiman" dedi. "Men g'oyat darajada muhtoj va ya'ni muhtojman" dedi. Shunda baxil kishi nima deb javob berdi? Baxil kishi bahona qildi-da, "Men ko'rlarga yordam bermoqchi edim. Sen sog' ekansan-ku" dedi. Shunda boyaga kishi aytdiki: "To'g'ri aytasan. Men haqiqatan ham ko'rman. Ko'r bo'lmaganimda Allohdan so'ramasdan sendan so'ragan bo'larmidim." Ko'ryapsizmi, qanday bir insonni o'sha yetuklikka, bir yuksalishga, insonni bir ongini, qalbini yoki bo'lmasam tarbiyasiga bir ta'sir etuvchi, bir turtki beruvchi bir hikoyalar keltirilgan ekan. Olimning so'zi baxilga bag'oyat ta'sir qildi va izidan yugurib anaqaga ketdi. Endi yana bitta hikoya: o'likdan uyalgan tabib. O'likdan uyalgan tabib. Bir tabibni ko'rdilarki, har vaqt Go'riston va qabriston deyiladi, sal qo'polroq aytilgan, o'tsa ridosini boshiga solib yopinib olar edi. Rido nima? Ustiga kiyib oladigan o'sha nimtasi. Aning sababidan so'radilar. Tabib dediki, "Bu Go'ristonda yotgan o'liklardan uyalurmen. Chunki har biri meni dorim va mening sharbatimdan ichib o'lganlar" degan ekan. Bu yerda bir latif so'z ham bor. Bekorga men aytilmagan, latoif bu latifa degan ma'noni ham anglatadi. O'g'irlangan shoir. Bir kun shoir Anvariy Balx bozoridan o'tib borur erdi, ko'rdikim, haloyiqlar halqa bo'lib o'tirmishlar. Halqa bo'lib o'tirish, dumaloq bo'lib o'tirishadi. Halqa bo'lib o'tiriblar. O'rtada bir kishi turib Anvarning qasidalarini o'z oti bilan o'qir erdi. Haloyiq anga tahsin aytar, ofarin qilur erdilar. Anvariy debdir: "Bu kimning ash'oridir, kim o'qirsan?" U debdir: "Anvariyning ash'oridir." "Anvariyni tanirmisan?" O'l dedi. Ne aytursan? "Anvariy mendirman." Anvariy kulib dedi: "She'r o'g'risini eshitgan erdim, shoir o'g'risini ko'rmagan ekanman." Tushundingizmi?
Demak, shoir o'rniga shoirning she'rlarini olib, o'zini ham o'sha shoirning ismini olib qilgan ekan. Pahlavon Niyoz Muhammad Komil Xorazmiydan o'lmas meros qoladi. Bu Latoif Zaroyev. Siz buni hozirgina eshitdingiz. Bu 1881-yilda bir nashr etiladi. Undan keyin 1895-yilda Xivada, 3-bosqich esa 1909-yilda Toshkentda nashr etiladi. Undan tashqari tarjima asarlari, turli boyazlardagi g'azal va muhammaslari ham mavjud. Komil Xorazmiy aruz vaznida barcha janrlarda ijod qiladi. G'azaliyot olamida o'lmas muhabbat tuyg'ularining tarovatini olib kiradi. Avlodlardan doimo komil inson bo'lib yetishishga, ma'rifatga, ezgulikka yetishishga yetaklaydi. Hikmatli baytlardan ham bitta o'qib ko'ramiz. Qani kim o'qiydi? Dilshoda qizim bitta o'qib ko'rchi. Kima bir xizmat etsam, aylagay o'rniga 100 tuhmat, asalg'a zahru gul o'rniga sonchar xor bir soat. Kim oshnolik ayladim izhor bir soat, yetar afg'onki nodon do'stlarining ixtilofidan. Yaxshi. Mana shu baytda nima tushundingiz? Mana siz g'azal tahlillari qilasiz, ha? G'azal tahlillarida kimga bir xizmat etsam, aylag'ay o'rniga 100 tuhmat. Kimgadir xizmat qilsam, u menga 100 ta tuhmat qiladi, deyapti. Bora shunaqa hayotda, shunaqa bir ijtimoiy hayotimizda qaysidir bir qatlamlarda shunday bir holatlar yuz beradi. Asalga zahru gul orining sanchar xor bir soat. Asalga nima deydi, o'zining zaharini soladigan darajada xor inson. O'tiring, rahmat. Kim oshnolik ayladim izhor bir soat, kimdir o'zimga 1 soat do'st tutsam, yetar afg'onki nodon do'stlari ixtilofidan. Demak, darrov u do'stligidan nima qiladi? Sotadi-yu, uning anaqasiga uchrab qolaman, sotqinligiga uchrab qolaman degan ma'noda demak kelyapti. Menimcha siz bundan ham yaxshiroq tahlil qila olasiz, chunki siz darslarda har doim g'azal tahlil qilgansiz. Keyingisini o'qiymiz, Nozima. Eliga demagil ezibday davron so'zing, hayf etar qadrini bilmay siflayi nodon so'zing. Nima deyapti bunda? Baxil kim? Xasis odamga hech qachon nima qilma deyapti. O'zingni baxtiyor so'zlaringni aytma, o'zingni davroningdagi gaplarni, davringni unga aytmagin. U nima qiladi deyapti? Hayf etadi, qadriga yetmaydi va nodonlarcha tushunadi. Yoki tushunadi yoki javob beradi. Tushunarli bo'ldimi? Yoqdimi? Juda ham yaxshi. Yana bitta hikoyaga o'tamiz. Bir podsho tushida tishlar to'kilib qolganini ko'ribdi. O'qib beraveraymi? Bir podsho tushida barcha tishlari tushib qolganini ko'rdi va tushlarini ko'rgan tushidan nihoyatda xafa bo'ldi va bir insonni chaqirdi, tushtabirni aytuvchi bir insonni chaqirdi, tushimda tishlarim tushib qolibdi dedi. Shunda boyagi odam nima deb javob berdi? Endi sizni butun boshli davlatingiz ham ketadi, xonavayron bo'lasiz va bolalaringiz ham, qarindosh urug'laringiz ham vafot etadi dedi. Shunda podsho g'azabga mindi va u odamni o'sha tushtabirni aytuvchi kishini tishlarini bitta qolmasdan sug'urib oldi. Ikkinchi bir kishini chaqirdi. Ikkinchi kishi kelib aytdiki, siz g'oyat ajoyib hayot kechirasiz. To'kin sochin hayotingiz bo'ladi. Sizda hali juda ko'p yaxshi kunlar bo'ladi dedi va zarbob to'nni oldi va ketdi. Yetkazib berish insonga to'g'risini aytishdan ko'ra iloji boricha bugun maqolasidan foydalandik. Ma'qul bo'ldimi sizga bugungi darsimiz? Ketgan vaqtingizga achinmadingizmi? Bugun bir adib, chiroyli bir ijod qilgan inson Komil Xorazmiy haqida o'rgandik, bildik va u kishini ruhlarini shod etdik. Agar biz bugun o'rganib shu inson haqida nimadir o'rgangan bo'lsak, baxtimizga, o'zimizning maqsadimizga erishgan bo'lamiz.